kızda xil bor ekan. Biz kunni Turkiyaga jo'natishimiz kerak. Bishkekka jo'natinglar, srochno operatsiya qilish kerak. Assalomu alaykum do'stlar. Hozirgi uchurda Suzak aylopini qarashtirib sadda ayilında o'rib жатқан kelindin videolaridan intervyu algan keldik hozir. Ушул жакта жашайт экен. Видеонун акырына чейин көрүңүздөр. Бардык толук маалымат ала аласыздар. Жана биздин каналды катталып коюңуздар. Ушул видеонун астына лайк басып коюңуздар. Анткени ушул лайк бассаңыздар, көбүрөөк адамдар көрөт. Анан соолукта каласыздар иншалла. Assalomu alaykum. Aziz musulmon birodarlarimiz, sizlardan iltimos, bizgacha qo'limiz yuqalik qilyapti. Shu ukam ayoli, kelinimiz betob bo'lib qoldi. Internetlarga, WhatsApplarga tarqatdik, sizlardan yordam so'rab. Yana batafsil ma'lumot kerak ekan dedinglar. Shuni aytib bermoqchiman. Kelinimiz boshim og'riydi deb yurar edi. Biz bosh og'rig'ini cherepnoy давление deb lecheniya olib yurdi. Lecheniyalarni olib yurib, yaqindan beri boshi og'rib, orqaga yiqilib hushidan ketadigan bo'lib qolgandan keyin biz tomografiya qildirdik. Tomografiya tushgandan keyin Bishkekka jo'natinglar, srochno operatsiya qilish kerak deyildi. Bishkekka bordi. Bishkekka borgandan keyin Bishkekda operatsiya qilishga imkoniyati yo'q ekan. Yo Rossiya, yo Turkiya operatsiya qilinadi ekan. Bu qizda xil bor ekan. Xil chap tarafda глубокий ekan, miyani ichki tarafida ekan. Uni faqat o'sha Turkiyada apparatlar bilan operatsiya qilish kerak ekan. O'shunga imkonimiz yo'q. Ukam 2 marta qo'li singan, ukam ham og'rishga yaramaydi. Bularni yaqinda yangi uy qilib ko'chirib chiqargan edik. 2 xona uyi bitgan, 3-xonasi hali bitmagan edi. Kelinim o'zi ham chevarxonada ishlaydi. Juma bozorda chevarxonada chevarchilik qilib parda tikar edi. Juma bozoriga kelib parda tiktirganlar hammasi kelinimni taniydi. Nilufarxonni 5 ta bolasi bor. Bolalari hali kichkina. Iltimos yordam beringlar. Bolalari ko'chada qolmasin. Kelinimiz mana 1 oy ichida operatsiya qilmasa, keyin kech bo'lib qoladi. Xilini 4-stepeni xil deyilgan. Sizlar yordam beringlar, iltimos musulmon va mo'min bandalar. Sizlarni shu iltimos bilan chiqyapman. Agar bilib bilmay so'ragan bo'lsak, uzr. Duo qilinglar, qo'lingizdan kelsa, yordam beringlar qo'lingizdan kelganicha. Rahmat hammalariga katta. Alloh rozi bo'lsin. Kimki nimaki yaxshi niyat qilgan bo'lsa, niyatlariga yetsin. Bizlarga birdi bergan bo'lsa, Allohim mingdi berib, onlarni o'zi to'ldirib qo'ysin. Nimaki yaxshi niyatlaringlar bo'lsa, Allohim hamisha yetkizsin. Iloji bo'lsa, mana shu 15 kun ichida Turkiyaga jo'natishimiz kerak. Turkiya bilan gaplashdik. Turkiyada operatsiyani o'zini 17,5 ming dollarga hisoblashdi. Undan tashqari bordi, keldilari bor, boshqa lecheniyalar bor. Shularga yordam bersanglar. Biz uncha pulni to'plagani qurbimiz yetmaydi, madorimiz ham yetmaydi. Iltimos yordam beringlar. فليس لي من مناصي إن لم تدارك. Assalomu alaykum musulmon birdogandar. Mana bugun shunday ko'ygo'ylar bo'lib жатат ekan, o'zingizlar uqdingizlar. Alloh taoloning yo'lida qo'lingizlar kelgancha yordamingizlarni kutamiz. Ушул экрандын астына telefon nomerini, o'zlarining telefon nomerlarini qoldiramiz. Qolsangizlar telefonni байланышып, жардам колун узатсаңыздар болот. Андан сырткары ушул жерге картасынын номерин калтырабыз. Картасынын номерине ошол билдирбестен өзүңүздөр көңүлүңүздөрдөн чыгарганча акчаларды жөнөтүп койсоңуздар болот. Азыркы учурда ушундай акчалуу жардам керек болуп жатыптыр. Жардам колун узатыңыздар. Барыңыздарга салам алейкум.